Toshkentdagi korxonada yong'in sodir bo'ldi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Kecha 11-may kuni Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan ishlab chiqarish korxonasi hududidagi chiqindi saqlash joyida yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, soat 18:18 da Mirzo Ulug'bek tumani Jasorat ko'chasida joylashgan ishlab chiqarish korxonasi hududida chiqindi saqlash joyida yong'in sodir bo'layotgani to'g'risida Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra, yong'in qutqaruv ekipajlari aytilgan manzilga soat 18:25 da yetib borib, 18:41 da qurshab olgan hamda 18:49 da batamom o'chirilgan. Yong'in oqibatida jabrlanganlar yo'qligi ma'lum qilindi. Hozirda yong'in sabablari aniqlanmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan shaxsiy xonadonlardan birida yong'in sodir bo'lganligi haqida ma'lum qilingan edi.